Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ana bugun 2025-yil 28-mart kunidagi zotimizda holatlari. Yomg'ir yog'ib, mana endi quyoshlar xudo xolasa chiqib turibdi. Ko'pchilik shu nimadan pishiriladi deganlarga xumdon tepasiga chiqib zavodda mana ko'mirdan pishiriladi. Zavodda o'zidan video olyapmiz. Shu gradusda nihoyatda yuqori baland gradusda pishadi. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz ichlarini. Hozir mana ko'rib turganlaringizni o't nihoyatda kuchli. Ko'mirda pishadi. Lekin ko'mirda pishgan bilan xudo xolasa g'ishlarimizdir, ranglari xudo xolasa pishganligi nihoyatda baquvvat. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz. Bu birinchi zavodimizdan video. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan. Videolarimizda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Endi biz blogerlik qila olmaymiz, unaqa gapga yepchilmasmiz. Shuning uchun oldindan uzr so'raymiz kamchiliklarga. G'ishlarimizni otib ham sinab beraveramiz. Xudo xolasa baquvvat. Ko'rib turganlaringdek uchalasi ham butun. Hozir ranglarni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Yuklanyapti hozir. O'sha yuklanish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Ob-havolar nihoyatda bahor fasli kelib, daraxtlar ham barg ochishni boshladi. Mana bu yerda 10 mingtalik mashinamizga yuklanishlar ketyapti. Mana ko'rib turganlaringiz ranglari atlasma holatda. Hozir ko'pchilik sariq deganiga hozir sarig'ini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlarimiz holatlari. Bu mashinamiz 10 mingtalik mashina, 10 mingta sig'adi. Mashinamiz hozir Andijon viloyati Sharxon tumaniga ketyapti. Zavodimiz o'zida narxlari 850 so'mdan. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ko'rib turganlaringdek sariq turpoqda chiqadi mana. Kimga shunday qilishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Yaqindagi holatlarimizdan sanoatga bo'linish etmasligi garantiya beriladi ishlarimizda. Sho'ri ko'pchilik sho'ridan so'rashadi. Sho'ri xudo xolasa birorta klientlardan arz tushgani yo'q, chiqib ketdi deb oldindan 5-10% bo'lishi mumkin deyiladi. Kimga shunday qilishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Hozir pastdagi holatlarni ham ko'rsatib o'taman. Ana ko'rib turganlaringdek xom terilish jarayonlari ketyapti. Shu akalarimizning mehnatlarini qadrlagan holatda bittadan like bosib qo'ysalar ham bo'laveradi. O'sha aytganda biz bloger emasmiz, gapga yepchilmasmiz. Videoda davom etamiz. Mana ichkaridagi holati. Mana rangi oq ko'proq. Endi hozir dahana boshi chiqib qolgani uchun dahanani boshi ozgina qizil bo'ladi, bu tarafi oq bo'ladi. O'shancha atlasni ikkalasi yechib atlasni olib ketadi. Hozir mana naryoqdagi holatini ko'rsatib o'tamiz. Yuklanyapti turganini. Ana zavodimiz hozirgi kunda yomg'ir yog'gani sababli yerlar namligi uchun hovuch ham chiqarilmayapti. Bu birayg'ishlar yon tarafga olib chiqib tashlanadi. Mana asl holati. Mana ko'rib turganlaringda yaqindagi holatlari.
Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. To'lov turi xohlagan plastik, pul o'tkazish, naqd pul hamma yo'li bor. Bu bundan bir kunda bitta zavodimizdan 50 mingtagacha qish chiqadi. Narigi xumdondan 30 ming 40 ming, narigi zavodimizdan 30 ming 40 ming chiqadi. Pasta raqamlariga aloqaga chiqsalaring batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.